Ishlatgan atirlarimga 1 dan 10 gacha baho beraman va birinchi o'rinda bizda Bakarat atiri. Bu atirni 2 yildan oshiqcha vaqt ishlatganman. Oldin juda ham yoqardi menga hidi, qand hidi kelayotganga o'xshardi. Undan keyin podelkalari ko'payib ketdi, juda ham ko'pchilik ishlatib, уже hidi jonga tegishni boshlardi o'tkirligi uchun. Oldingi holatim bo'lsa 10 dan 10 baho beraman, hozirgi holatim bo'lsa 10 dan 5 baho beraman. Ikkinchi o'rinda Chanel Chance atiri. Birinchi pushtisini ishlatib ko'rganman, menga juda ham yoqqan. Ichida sitrus, jasmin, qizlarga juda ham to'g'ri keladigan rang, ayniqsa bahor yozda joningga tegmaydi. Uni ishlatayotgan paytimda menga yashilini ham ishlatib ko'r, bundan ham zo'r deyishgan. O'shani ishlatib ko'rib, undan kechib yashilga o'tib ketganman. Shuning uchun pushtisiga 10 dan 8 baho beraman, yashiliga 10 dan 9 baho beraman. Uchinchi o'rinda bu Versace atiri. Bu atirni menga rozaga sovg'a qilishgandi, nech pul turishini ham bilmayman, lekin ishlatib ko'rganman, menga unchalik yoqmagan. Hidi juda ham o'tkirga o'xshagan, kimga qanaqa bilmayman, lekin men uchun u atir 10 dan 6. To'rtinchi o'rinda legendarniy Oriflame atiri, bu Lucia. Luciani juda ham ko'p vaqt ayam ishlatib ko'rgan. Undan keyin o'zim ishlatishni boshlaganman. Hozir ham bir ro'ga ishlatib turaman. Shuning uchun bilmayman, menga lichna hidi yoqadi, o'zi yoqadi, hamma narsasi narxi ham yoqadi. Shuning uchun 10 dan 10 baho beraman. Bu atirlar haqida birinchi qism edi, ikkinchi qismini kutinglar, chunki juda ham ko'p atir ishlatganman. Hammasiga baho beraman. Kommentariy yozinglar, sizlar qaysi atirni yaxshi ko'rasizlar va qaysi birini ishlatib ko'rgansizlar. Sog' bo'linglar.